Yoshga Nasrullajon hamda kelin singlim mavzuda xonlarga bitmas tuganmas shirin baxtlar tilaymiz. Qadrli do'stlar, bugun davramizni ochiq deb e'lon qilamiz. To'yga kelgan barcha aziz mehmonlarga xush kelibsizlar deymiz, qadrli do'stlar. Albatta har bir otaning, har bir onaning yaxshi niyati bo'ladi, qadrli do'stlar. 2005-yilda Rashid hoji akamiz ham o'g'illi bo'ldim deb suyungan ekan. Mana endi oradan shuncha yillar o'tib 2026-yil nasib bo'lsa kelinli bo'ldim deb xursand bo'lyapti. Nasrullajon jiyan, baxt tilaymiz. Baxtli taqli bo'lingizlar, hech qachon baxtingizga ko'zlar tegmasin. Shunday gap borki, misol uchun daraxtning mevasi bor, paxtaning mevasi bor, har narsaning mevasi bor. Insonning mevasi farzand deb atalgan buyuk ne'mat, qadrli do'stlar. 2 yoshga Allohdan shirin baxtlar hamda 10 ta o'g'il, 10 ta qiz farzandlar ham tilab qolamiz va yana bir bor ushbu davramizni ochiq deb e'lon qilamiz, qadrli do'stlar. Nasrullajon hamda kelin singlim mavzuda xonlarga ajoyib qilib bezatilib qo'yilgan chiroyli joyiga o'tirib olishini so'rab qolamiz va qadrli do'stlar, bugun ajoyib to'yimizni chiroyli tarzda 1000 yillar ketadigan darajada mana suratga olib tarixga muhrlab qo'yayotgan kamerachi akamizga ham rahmat deymiz. Bu insonning nomidan ham 2 yoshga baxtlar tilaymiz. Qadrli do'stlar, yana aytish joizki, bizning Hofiz akamiz Muhriddin Xatamov qadam ranjida qilgan aziz do'stlar, Dog'istongacha ketgan, ovozi butun mana Tojikistonni titratgan, hozir o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan xalqimizning yurak torlarini chertib o'tgan Muhriddinjon Xatamov aka, xush kelibsiz davramizga. Davramiz sizga doimo muntazir, xalqimizning to'yida, xalqimizning mana shunday san'at sahnasida, qolaversa mana shu qishloq Beshkapa san'at sahnasida kelib xizmat qilayotganingiz uchun sizga kattakon rahmat deymiz va davramizni yana bir bor ochiq deb e'lon qilamiz. To'yga kelgan aziz mehmonlar, kuyov tomonidan mana shu xizmat qilayotgan aziz mezbonlar hamda kelin tomonidan kelgan aziz mehmonlar, sizlarga davramiz muntazir marhamat rasa deymiz va xalqimizni ardoqlagan, xalqimiz qadrlagan, xalqimizning doim xizmatida bo'lib kelayotgan Muhriddinjon Xatamovdan sizlarga chiroyli kuy qo'shiqlarni bugun so'rab qolamiz. Qo'shiqlarda armon kuylanar, asli armon har on kuylanar, tashna qalbga sayqaldir qo'shiq, muhabbatga malhamdir qo'shiq. Ana Nasrullajon o'tirib olasiz. Mana baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin. Qadrli do'stlar, bu inson kuyovturi Nasrullajon bizning radna jiyanimiz bo'ladi. Hali bir xil insonlar minadi kiyani, yomonning oldiga borsang tegadi ziyoni. Nasrullajon ham qadrli do'stlar 5-yillik Haydarbaxshining jiyani deymiz. Qadrli do'stlar, o'zimning nomimda yana Haydarbaxshining nomidan ham 2 yoshga bitmas tuganmas shirin baxtlar tilaymiz. Shunday gap borki, birinchi farzanding o'g'il bo'lsa, inshaalloh hoji bo'lasan deydi. Birinchi farzanding qiz bo'lsa, inshaalloh jannatli bo'lasan deydi. Nasrullajon ham jannatni, ham Ka'batullahga borishni siz azizlarga tilab qolamiz. Sizlarga nasib bo'lsa Alloh taolo 10 ta o'g'il bersin, 10 ta qiz bersin. Biri olim bo'lsin, biri ma'lum bo'lsin, biri donulla bo'lsin, biri chovaxon bo'lsin. Nima deymiz? Davr talabi Rossiyaga borganda birga qilib pasirnik bo'lsin deymiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Davramizning husni, ko'rkiga ko'r qo'shgan Muhriddinjon Xatamovdan chiroyli qo'shiqlarni so'raymiz. Marhamat. Kelin kavarga ham bir bora